Uy sharoitida sochingizga tabiiy keratin qilish usulini bilarmidingiz? Bugun sizlarga mana shuni o'rgataman. Qizlarjonlar, bu uchun bizlarga uchuq, oddiygina fen va taroqlar va bitta sochiq kerak bo'ladi. Albatta keratin ham. Birinchi bo'lib sochimizni shampunini yarmida yaxshilab yuvib, keyin quritib olamiz. Maskasini menga yarmi kifoya bo'ldi. Yarmini surish uchun esa qisqichlar yordamida sochimni oltiga bo'lib oldim. 1,5 sm soch ildizidan qochirib, sochimni uchigacha surib chiqdim va undan keyin esa yaxshilab quritish uchun fendan foydalandim. Fendan keyin esa birdan tekislab chiroyli qilib olish uchun dazmolimiz yordamga keladi. Uzoq dazmol qilsam ham sochim qurimadi. Bu keratin yaxshilab sochga ildiziga yopishmasdan qurish kerak ekan. Shu uchun yana bir marta fen yordamida quritib oldim. Sochim quriganiga amin bo'lgach esa shampunimizni qolgan qismida va balzamimiz yordamida yuvib, sochimni yana bir marta tarab quritib oldim. 2 kishi qilsa bundan ham zo'r natija oladi, lekin menga natijasi yoqdi. To'liq videoni Telegram kanalidan topasiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.